Yoshlar kuni munosabati bilan Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov shahrimizdagi Asia School xususiy maktabida bo'lib, yoshlar bilan uchrashib, muassasada ular uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Hozirgi lavhamiz shu mavzuda. Jizzax shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasiga qarashli Asia School xususiy maktabi o'qituvchi va o'quvchilari Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodovni maktab hovlisida faol va iqtidorli o'quvchilarning yutuqlari e'tirof etilgan ko'rgazmalar, sport to'garaklari a'zolarining mashg'ulotlari, musiqiy chiqishlar ila qarshi oldilar. Shundan so'ng shahar hokimi ushbu ta'lim muassasasida yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, o'quvchilar uchun berilayotgan imkoniyatlar hamda ta'lim sifati bilan yaqindan tanishdi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, hozirgi kunda ushbu ilm dargohida 570 nafar o'quvchilar 70 nafarlik pedagogik jamoa e'tibori va g'amxo'rligida ta'lim-tarbiya olib kelmoqdalar. Shuningdek, maktab qoshida bog'cha ham tashkil etilgan bo'lib, bu yerda 100 nafar kichkintoylar 5 ta guruhda tarbiyalanishmoqda. Mazkur maktab 2018-yilda tashkil topgan bo'lib, matematika, rus tili hamda ingliz tillariga ixtisoslashtirilgan. Tashrif davomida shahar hokimi tomonidan ta'lim jarayoniga kreativ yondashuvlar tatbiq etilib, har bir sinf xonalarining noan'anaviy nomlanishi, liderlar sinfi, talantlar kamalagi faoliyati, turli tadbirlar o'tkaziladigan auditoriya, gimnastika va bir qator to'garaklar faoliyati, axborot resurs markazi, maktab oshxonasidagi o'quvchilarning kunlik taomnomasi, shuningdek maktabdagi studiya faoliyati ham ko'zdan kechirildi. Shahar hokimimiz maktabimiz hayoti bilan tanishib o'tdilar, bo'lib o'tayotgan jarayonlarni ko'rib o'tdilar. Undan tashqari yoshlar bilan uchrashib suhbat olib bordilar. Kelajakda birinchi sinfga tayyorlov guruhini ochyapmiz, 3 oylik tayyorlov guruhini. Undan tashqari bu yil birinchi bitiruvchilarimiz 11-sinfni bitirishyapti. Hozircha shu kungacha 2 ta o'quvchimiz o'zi grant sohibi bo'lishdi. Hozirgi yoshlarimizga ishonchimiz yuqori, chunki bizda maktabimizda chuqurlashtirilgan ingliz tili, rus tili va matematika o'qitilib borilmoqda. Ko'p davlatlarda bo'lib O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelishdi. Uchrashuv jarayonida shahar hokimi yoshlar bilan samimiy muloqot qildi. Suhbat davomida yoshlarning orzu-intilishlari, kelajak rejalari va ta'lim sohasidagi takliflari tinglandi. Yoshlarga yurtimizda ular uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanish, vatan ravnaqi uchun munosib hissa qo'shish hamda bilim va izlanishdan to'xtamaslik borasida shahar hokimi tomonidan tavsiyalar berildi. Albatta, bu kabi uchrashuvlar sohada ko'plab o'zgarish va yangilanishlarga zamin yaratib, o'qituvchilarning o'z ustilarida bundanda ko'proq ishlab, yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirishda, ularning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab, kelajakda har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.